Sho'rvani yaxshi ko'radiganlar bormi? Bugun akela Toshkentdagi eng nomeradin sho'rvaga olib boraman sizlarni. Narxi qimmat lekin aytib qo'ying. Chig'atoyda joylashgan Sayfulla shashlikni ko'pchilik biladi. Bu yoqda dinozavrlar davridan beri sho'rva tayyorlashadi. Hozir remont bo'lib, tashqi tarafi ancha chiroyli qilib qo'yishibdi. Biz ikkinchi qavatga, terrasalarga chiqib olib, toza havoda mazza qilib o'tirdik. Buyurtma kelguncha ko'chani tomosha qilib o'tirdik. Yo'llar probka, hamma bir-biriga signal chalgan, bir-birini yo'lini qisgan, tez yordam zo'rg'i 10 minut degani o'tib oldi bechara. Bu orada ovqatimiz keldi. Sho'rva, misal sho'rva, yarim dorilari bilan, mamma suzmalari bilan zo'r ketadi-da. Mamlaqa issiq yopgan nonlari bo'lsa, undan ham zo'r. Sho'rvani narxi 60 ming. To'g'ri, qimmat, boshqa joylarda arzon. Lekin men narxiga arziydi deb o'ylayman. Bilmadim, menga bu yoqning sho'rvasi juda ham yoqadi. Shashlikni ham yorib yuborishadi. Boru, shashlikning narxi 24 mingdan. Bu yoqga kelganda albatta jaz yeb ko'ringlar. Mamlaqa burger qilib yesanglar dahshat bo'ladi. Xullas, qorinni to'ydirib, yedirganingga shukr deb duo qilib ketdik. Toshkentda yana qatta shunaqa zo'r sho'rvalarni tayyorlashadi. Video izohiga yozib ketinglar. Bo'pti akela, joninglar sog' bo'lsin. Xudo hammamizning ishimizning rivojini beraversin. Sog' bo'linglar.